Hozir otajonimizga telefon qilib pul so'rab ko'ramiz. Bizga ishonadilarmi yo'qmi bilmadik. Chaqiryapti. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kunlarim qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Ada, bitta iltimosimiz bor edi. Hop, Yangi proyekt ustida ishlayapmiz-ku hozir. hop. O'shanga ozgina bizga pul kerak bo'lib qolgandi. Kimga sallagami? Qizlaringizga. Har Oldingi safar aytdik-ku. men qizlarim har doim aldabdan so'raydi, o'zi so'ramay, hech qachon pul so'ramagan salla nimaga so'raysizlar endi? Yo'q, rostdan. Men даже esimdan chiqib qoldi qachon pul so'raganlaring tavba qildim. Yo'q, rostdan bu safar pul kerak bo'lib qoldi, ada. Yo'q, video chiroyli bo'ldi. O'zi qizlaringiz chiroyli-ku, ada. keldik. O'zi chiroyli endi hech sverda o'tirib olsalar deb unda Yo'q, bo'sh. mana, bemalol. Yo'q, video emas. Unda Kichkina bo'lsa o'zimiz eplaymiz-ku, bilasiz. Sal kattaroq summada. Ana o'zimizni qurbimiz yetmagan darajada. Qurbuzi yetguncha topib beramiz qizim. Salladan bilasanlar-ku, tompi-pompilarni hech narsa qizg'anmayman. Rahmat, boringlarga shukr. Juda kerak bo'lsa ham uchastkani sotib qo'ysam pulni beraman. Yo'q, hozir u darajada emas-u. Salladan hech narsa qizg'anmaganman-ku shu kungacha, xudo xohlasa bundan keyin ham qizg'anmayman qizlarim. Siz dunyodagi eng zo'r otasiz. Sizdagi ota dunyoda yo'q. Shikolat qizlarim salla. Voy, bizning shikolatimiz. Asalimiz Bounty'miz. O'zi Bounty'ni yaxshi ko'ramiz, siz bizning Bounty'mizsiz. Ada, rahmat, shunchalik. Har doim yoshligimizda nima desak hech qachon yo'q demagansiz. Men salla uchun yashayman-da, o'zim uchun emas-ku. Salla borlari uchun menga bir bu hayotda mazmunim salla-ku. Salla bo'lmasa, Abbos bo'lmasa, onang bo'lmasa, hech kim bo'lmasa nima naf yashash? Nima naf ishlash, nima naf pul topish? Agar sallaga bermasam, sallaga ishlatmasam, salla uchun qilmasam, kim uchun qilaman? Men ham g'ururlanaman menda, shunaqa farzandlarim bor edi. Papolichkam. Bye O'zimizga bye. shikolatimiz. Bye bye.